sinfdoshlar bilan bir joyda o'tiradigan bo'ldik. Men ham G'ijduvonning qoq markazida toza o'zbek adabiy tilida gapiryapman borib. Assalomu alaykum meni do'stlarim. Yaxshimisizlar? Ota-onalaring, aka-uka, opa-singil, hamma yaxshimi deb turdim, bitta sinfdoshimiz zo'rlashda turgan ekanda. Shunday menga qaradi, "Menga qara Jo'rajon" dedi. "O'zingni badiiy tilingga gapir, haymi?" dedi. "Men hozir nima qilyapman?" desam, "Sen G'ijduvoncha gapirishing kerak, yig'ishtir, qaram sho'rbongni" dedi. O'zi ham o'tiribdi, qo'l bilan ko'rsatmayman. Har bitta viloyat televideniyada yoki teatrda chiqib olib, o'zini shevasida gapiradigan bo'lsa, qanaqa bo'lar ekan deb o'ylab ko'rdimda, o'xshatishga harakat qilib ko'raman. Misol uchun Namanganda Hofiz qo'shiq aytayapti, oldin gapirib. "Assalomu alaykum. Abona, achanglar hammalari tuzumlar. Mendan ko'p so'raydilar, ovozingiz ko'p shirali deb. Men ovozim shirali bo'lish uchun har kuni ertalab turib qato'la ichaman. Tuxum ham ichsam bo'ladi. Lekin tuxumga allergiyam bor. Hozir men sizlarga g'alati qo'shiqlarni aytib beraman. Shaharning qoq o'rtasida Mirzo Ulug'bek bog'ida seni yana qancha kutay mana shu haykal tagida. To'yim keng dalada bo'libdi. Atilmaganlar ham kelibdi. Ko'p ham hele qilaverma, to'yinga Ozodbek kelibdi. Yoki bo'lmasa Andijonda teatrda o'tgan kunlar spektakli qo'yilyapti. Otabekning otasi o'g'lini chaqirib gapirayotgan sahnasi. "O'g'lim Otabek, menga o'tirish. Ayaz bilan maslahatlashib bir ish qo'ydi. Tishdingmi dada, nima qo'ydinglar? Ayaz bilan maslahatlashib sizni uylab qo'ymoqchimi? Go'layma, ko'zing go'layma, yur. Sen qatorlab bolasini uylayapti. Ayaz sizga bir Zaynab degan qiz topib qo'yibdi. Yig'ishtiring Zaynab ayna bizda Ma'da Marg'ilon tarafda o'z sevganim bor, ati ko'mir. Ishonavering. deb tursa yoki bo'lmasam Toshkentda, Toshkentda bor-ku. Gapirishiga qoyil qolaman. Oddiy narsani ham bo'rtirib san'at darajasiga chiqarib qo'yadi. Oddiy gap yo'q. Men ishxonada bitta ishlaydigan akamiz bordi, bir 3 kun shamollab qopti, xabar olay deb telefon qildim. Assalomu alaykum, Tohir aka, tuzimsiz, ishlaringiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Ko'rinmay qoldingiz. Mana shunaqada. Sandaqa ukalar vaqtida xabar olmaysa, sandaqa ukalarni udalit qilib yuborish kerak bo'ru. Sal qoldi-yu, yog'och otga minib olib butun mahallani ortimdan ergashtirishimga deydi. Oddiygina qilib shamollaganman-da. To'g'risi, bir marta shunaqa bo'ldi. Malika bozoriga bordim qishki kuni, haligi isitgichlarimiz yaxshi ishlamayapti, abagrevatlar isitgich sotib oladimi, elektropech. Olay deb bordimda Malika bozoriga, borsam, bitta bola tushuntirdi, savdo qildik, narxini kelishtirdik. Keyin o bolaga aytdim, "Menga qara, ukam, o'zi bu istadimi?" desam, shunda men qarab, "Va, aka, nima deyapsiz? Uyingizni do'zax qo'radi-yu" deydi. Sekin indamay men ham chiqib ketayotgandim. "Aka, olmaysizmi? Men shuncha gap kimga gapirdim?" dedim. "Uzr, kechirasan, okajon, sovuq bo'lsa ham jannat tashab turay" dedim.